Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. 2026-yili tomga yoki stяжкаga pena beton quyish xizmatlari qancha bo'lyapti? Hozir batafsil Dilshod akam o'zlaridan so'rab olamiz. Qanaqangi mahsulotlar ishlatishyapti? Bir qator so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Dilshod aka, hormang aka. Siz bu mikrofonni taqib olasiz aka. Joylashdi. Xo'p. Dilshod aka, birinchi bo'lib nima mahsulot ketadi bunga? Asha pena beton deganda, asha odamlarga tushuncha bo'lsa, qanaqa mahsulotlar ishlatiladi? Buni ichiga sement qo'shamiz. Ya'ni mana sementlar. Sement, qum, bu shisha tolasi fibra qo'shiladi. Bu qopda. Mana fibra. Dilshod aka, bu nimaga qo'shiladi bu fibra? Shu fibra hali shipirlar ichida ham tola bo'ladi-ku. Fibrali shishasi ichida somoniga o'xshagan narsa-da endi. Yorilmasligi uchun. Yorilmasligi uchun. Yorilmasligi. Ishlab ushab qolish uchun. Mana tushayotgan narsamiz. Mana penamiz. Bu pena, ha? Ichini ham bitta olib qo'ysam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Mana ichida aralashyapti. Aralashib nima bo'ladi? Qum, suv, pena, mana sostav. Fibra bo'ladi. Endi qarang, Dilshod aka. Buni misol baribir qiziqqanlar bo'ladi-da oramizda. Men ham shu biznesni qilaman, shuni orqasidan bir daromad topaman deganlarga bu apparatni sotadigan joyi bormi? Kimga uchrasa bo'ladi? Biz o'zimiz qilib yasab beryapmiz. O'zlaring ham yasab, ham xizmat ko'rsatasiz. 15 millionligi bor, 25 million komplekt. 20 litr penasi, bir qop fibrasi, kompressori, shlankasi, pajarniy shlankalari bilan qilib beramiz. Mana shlankasi, u tomga chiqib ketgan ekan. Tomda bitta joyini ochishibdi, o'zlariga ma'qul kelgan joyini. Ya'ni biz hozir Kirgiliydi nimasidamiz, Xo'ja Mag'iz deydimi batda? Xo'ja Mag'izidamiz. Ya'ni tomga pena beton quyib berishyapti. Mana, e'tibor bergan bo'lsangiz, bundan oldin tom nima ekan aka? Loy bosilgan ekan, endi loy yuqoroq ekan, endi o'shanga ustiga qilyapti. Ustiga quyib beryapsizlar. Bu o'sha pena betonni nima deydi? O'zimiz eski loy lomboz bo'lardi-yu. Yoshlardan afzalligi nimada endi? Endi afzalligi endi pena baribir pena issiqda, suvda turpoqqa ham, betonga ham yo'qqa qaraganda yaxshi tushaydi-da. Utility vazifasini qilsangiz ham, stяжкада ham pol o'rniga ham u yaxshi effekti zo'r. Tomga ham shu. Misol uchun bitta issiq suvni pena bilan o'rab qo'yingda, turpoq bilan o'rab qo'ying. Farqi bor-ku. Penada sekin suv, termizda ham atrofini bekib qo'ysangiz termiz bo'lib qoladi-da. Ya'ni utility vazifasini bajaradi. Qishda issiqni tepadan chiqarib olmaydi, ha? Baribir sovuq pastdan berib, tepadan issiq, teplo bateriya ko'p bo'ladi. Yozgi kunida shipirdan bo'lgan issiqni uyning ichiga o'tkazib yubormaydi. Ha? Ya'ni konditsionerdan ham ancha ekonom bo'lar ekan. Hozir endi tepaga ham chiqib bir qator o'sha quyish jarayonlarini ham ko'rib olamiz, aka. Bitta narsa, mana apparat hozir aytdingiz-ku, 15 milliondan boshlanib 25 milliongacha dizma apparatni. 15 million, 25 million. Mashq holatdagisi qancha hozir? Hozir mashq holatidagi mana shu 25 million, materiallari qalin. Material qalin bo'ladi. Motorlari ham anaqa 150 gacha ishlaveradi. 150 gacha ishlaveradi. Pasportga ishlaydi. Qizimaydi, reduktorlarini ham yaxshi, katta yaxshisidan qo'yib beramiz. Oladiganlarga biz o'zi kelib, xohlasa o'rgatib, bitta-ikkita ishimizga borib, uyushib, o'rganib olishi mumkin. Mana o'rtoqlar, tepaga chiqib oldik. Endi hozir mana aytganimdek, o'sha eski holati, ya'ni o'sha o'zimizning lomboz bo'lgan qishki kunida o'sha issiqni yaxshi ushlab bermagani uchun ustiga mana quyishyapti. Dilshod aka, buni hozir necha qalinlikda quyib beryapsiz mana shu eski lombozning ustiga? Xohlasa 10-12 sm. 10-12 sm. Xudo xolasa. Rosa tekis bo'lmaydi aka, hali baland pastligiga. Baland past joylari bo'ladi baribir, ha? Duol ko'ryapsiz, baland past. Bir xil urinda quyib bo'lmaydi buni. Bir qatorini quyib olamiz. Dilshod aka, endi qarang. Agar yangi tom bo'ladigan bo'lsa, vassasini tortgan bo'lsa, vassasini, ha? Vassasini qilgan bo'lsa, qisqasi sizni qanaqa holatga chaqirish kerak? Bizga aka shu vassa qoqilgan bo'lsa, chiroyli qilib, baquvvat qilib. Oralarni shu 5 sm qilib, qancha qalin qoqsa, shuncha yaxshi. Mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'lsa, zardivorni ham urdirib qo'yish kerak. Zardivor bo'lishi kerak обязательно. Chunki loy oqib tushib ketadi, ha? Atroflari, yonlari mana ko'ryapsiz-ku, ko'tarib. Mana atilab ko'tarib qo'yishgan, loy bag'i o'tib ketib qolmasligi uchun atilab bardir qilib qo'yishgan. Siz ham xuddi shunaqangi agar yangi tomingiz bo'ladigan bo'lsa, zardivorni atrofini urdirib qo'yasiz. Agar eski tomingiz bo'lsa, o'zlari kelib o'sha kamkostini to'g'irlab
o'zlari chiroyli qilib Hozir quyib aka berishadi. sal nima qo'ring. Endi xizmat haqi qancha deydiganlarga, yangi tomlarga qancha bo'ladi aka kvadrati? Yangi tomlarga. Yangi tomlarga qalin yupqaligiga qarab Endi bitta normasi bormi? Birorta normada narxini bilib olish uchun hali nimalar ham odamlar ham mencha quydirsam, mencha bo'lar ekan deb kvadrati. Aytaylikki, 7-8 quydirsa tomga. 45 shuna quyilyapti. Bu vodiy bo'ylab. Ha. Voha Toshkentga ozgina qo'shilib qoladi. Ha, aqlarga endi yo'li bor. Ozgina qo'shilib Ha, qoladi. qo'shilib qoladi ozmoz. Bir kunda necha kvadrat joyda quyib yuborasizlar? Yaxshi yurib tursa, xudo xolasa 150 kvadrat bemalol. 150. Quyamiz. Xudo xolasa. Xo'p, yangi tomga qiladigan bo'lsangiz, buni tagida izospani bo'ladi. Hali o'zlari material bilan keladi. Ko'rgan bo'lsalaring, narigi videolarimizda ham o'sha izospanni yayib, ustiga quyib berishadi. Kim shunaqangi penalon bosib quydiraman degan bo'lsa, bemalol mana raqamlarni pastda qoldiryapman. Aloqaga chiqib yoki birorta do'stingiz quydiraman degan bo'lsa, o'sha raqamni bo'lishib qo'ysangiz, mana shu akada mana shunaqa xizmatlar bor ekan deb bo'lishib qo'ysangiz, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.